Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda 9-dekabrda ham ayrim hududlarda yomg'ir yog'ishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda 9-dekabr seshanba kuni ham yomg'ir yog'ishi davom etadi. Bu haqida O'zgidromet prognozlarida ma'lum qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 1-3 daraja iliq, kunduzi 5-7 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, tuman tushishi mumkin. Toshkent va Namangan viloyatlarida qor ko'chishi xavfi bor. Harorat kechasi va kunduzi 4 daraja sovuq, -1 daraja iliq bo'ladi. Prognozlarga ko'ra 8-dan 10-dekabr kunlari O'zbekiston hududiga nam va sovuq havo massalari kirib keladi. 7-9-dekabrda Toshkent va Namangan viloyatlarining tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi bor. 10-dekabrga kelib markaziy hududlarda harorat asta-sekin kechalari 2-5 daraja sovuqqacha, kunduzi kunlari 3-6 daraja iliqqacha, shimolda kechalari 7-10 daraja sovuqqacha, kunduzi kunlari 0-3 daraja sovuqqacha pasayishi kutilmoqda, deyiladi prognozlarda.